Zara, привет. Shoh bilan urushib qoldim. Boshqa hech qachon bilan gaplashmayman. Bo'ldi, tamom. To'g'ri aytgan ekansan. U menga mos emas. Zara, kecha tug'ilgan kundagi qizlarning Instagramini ko'rdingmi? Shahlo с днем рождения deb yozib qo'yibdi. Bilmas ekansan ruschani, o'zbekcha yozuv. Da, keyin Sevar o'sha gul bilan rasmga tushib, от моего принца deb yozib qo'yibdi. Понятно-ku, что Shahloga sovg'a qilinganligi. Chunki hamma u gul bilan rasmga tushib, storiesga qo'ydi. Aytgancha, yigiti nima sovg'a qilibdi? Ko'rsatmadi ham. Bilmadim, chunki Instagramga sen bergan gul bilan uzukni qo'yibdi. Yigit degani super. Qimmatbaho sovg'a berish kerak. Hech kim oldida uyalib qolmaslik uchun. Kichkintoyim. Kamoyga перезвони, xo'p? Qarama, senga nima oldim? Zara. Yaxshimisan qizim? Доброе утро, папочка. Uchrashuvim bor, keyin gaplashamiz. Hali uchrashuvim bor. Да, конечно. Привет. Xullas, bugun ham o'qishga bormaymizmi? Zachем borib? Papa уже diplomni sotib oldi. Undan ko'ra vaqtimizni kerakli narsalarga sarflaymiz. To'g'ri, vaqtni qadrlash kerak. Shuncha narsa oldik. Zara, Istanbulga ertaga rostdan ham ketyapmizmi? Конечно, уже tayyormiz. Bo'pti. Пока. Zara. Kama, kechikish yo'q. Okey. Bo'pti, Istanbul. Nima qilding? Qaragin, ko'zingga qaramaysan, Bakoy nima qo'yib qo'yibdi? Nima? Hali men aybdormanmi? Kim aybdor bo'lmasa? Сам смотри, куда едешь. Баран. U orqaga chiqayotganda ozgina Bakoyga qaraydi. Serios. Serios. Ko'zim ko'rmaydi. Nima edi? Adajoningga aytmabsan-da. Prava sotib bergan joydan ochki ham sotib berardi. Ochki senga kerak. Taqosa ikki qizi bilan gaplashayotganing ko'rasan. Yo'q. Bo'pti, ozgay chaqiramiz. Ko'ramiz, Adajoning nima yordam bera olar ekan. Kulgum qistatma. Kerak bo'lsa, gayni ham, prokurorni ham sotib oladi. Tushunarli? Baran. Kerak bo'lsa, gayni ham, prokurorni ham sotib oladi.
oladi. Tushunarli? Mana diplom sotib oldik. Zaraga. Kerak bo'lsa, gayniyam, prokurorniyam Voy, sharmanda. sotib oladi. Zangi qarab chiqib ketdi. Voy, Ra'no opani jiyanimi? Sharmanda, Ra'no opa biladimi? Bilmaydi, internetdan foydalanmaydi. Voy, kim aytadi Ra'no opaga? Bilmadim, aytmayman. Kechirasizlar, men ayta olmayman. Ha, to'g'ri, Ra'no meni xotinim, lekin bu gapni u mendan eshitmasligi kerak. Ha. Yo'q. Hozir. Voy, bu bolaning shirinligini. Ko'ramiz, Otajoning. Nima yordam? Bo'ptimi? Kerak bo'lsa, gayniyam, prokurorniyam sotib oladi. Tushunarli? Barra. Alo, Po'lat? Nima hamma vahima qilyapti? Kerak bo'lsa, gayniyam, prokurorniyam sotib oladi. Tushunarli? Sharmanda. Sochim to'g'rilamabman-ku. Успокойся, Зара. Зато платье от Гуччи. Здравствуйте, папочка. Nima ishlar qilib yuribsan? Oldimga chiq tez. Qizim, sen meni sharmanda qilding. Seni deb mansabimdan ayrilishimga ozgina qoldi. Папочка, birinchi marta bo'lmayapti-yu bunaqa narsa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni aytganimni qilsang hammasi yaxshi bo'ladi. Ertaga uyga sovchilar keladi. Turmushga chiqasan. Пап, я не хочу замуж. Пока xohlamayman. Ey, xohlaysan. Endi bu uyda men aytganim bo'ladi, tushundingmi? Turmushga chiqasan. Ada, meni vaqtim yo'q. Hali kiyimlar olishim kerak. Ertaga Istanbulga ketaman axir. Rahmat. Istanbul? Lola. O'rning juda ham bilinyapti. Men qizimizga yaxshi tarbiya bera olmayapman. Meni kechir. Lekin senga va'da beraman. Bu xatoni albatta tuzataman. Tuzataman.
Hamma, men уже yo'ldaman. Aeroportga ketyapman. Men siz uchib ketmagin, a? Bo'pti, ko'rishguncha. Zara, keldik. Bu ammamni uyi-ku. Bu yerda nima qilib yuribmiz? Meni aeroportda kutishyapti. Meni aeroportga olib borib qo'y. Bu yerda nima qilaman? Kutishyapti meni aeroportda. Hozir bo'lmasam kech qolaman. Hoy! Hoy, to'xta. To'xta. Hoy. To'xta. Tashlab ketmasligingni bilardim. Mana, adem berordi. Qizim, seni katta hayotga tayyorlashga qaror qildim. Shuning uchun ammangnikida yashaysan. Men senga ishonaman, sen uddalaysan. Tarbiyaviy, aqlli qiz bo'lib qaytasan. Seni nazaringda sen uchun hammani sotib oladigan adajon. Men Istanbulga boraman. $100. Kim meni shaharga borib qo'yadi? To'xtanglar. Meni navbatim singlim. Mana men olib borib qo'yaman sizni shaharga. Menga qara. Ha? Ra'no jiyani-ku. Ra'no jiyani? Olib bormayman. $100 dan quruq qoldim aka. Ha, $100 olarsan. Ranapani shopalog'i bilan birga. To'g'ri aytasiz. Tupurdim uni $100ga. Mayli, $200. Singlim, sizni bu yerda hech kim olib ketmaydi. Ra'no opani hamma biladi. Olib ketmasanglar, olib ketmanglar. O'zim ketaman. Borur. Hali ancha yurasan. Yaxshi qiz. Au! Yo'lda borilar ko'p, ehtiyot bo'ling. Уже kech bo'lib ketdi. Endi nima qilaman? Xush kelibsan. Kelarding, qizim.